Hammaga salom bolalar. Mening ismim Kompot. Xush kelibsiz mening yangi videoyimga. Ko'rib turganingizdek, stolim sinib qolgan. Nimaga desangiz, anchadan beri men umuman qilmadim. Tekshirib ham ko'rmadim, tuzatmam qo'ymadim. G'ichirlayapti, bir oydan beri g'ichir chiqib qiqirlayapti. Korоче, ashta bo'ldi. Shu bilan sinib qoldi. Endi notebookim pastga tushib ketdi. Yaxshi ham hushlar saqmabdi, notebookimga ishlayapti. Lekin endi bu stol qanday ishlayman? Qanday videolarimni montaj qilaman? Shuni topolmayapman bolalar. Shuning uchun men yoqdan stol olib kelmoqchiman. Lekin notebookni qayerga qo'yib turmoqchi. Balki qo'ysam bo'larmiki? Tushib ketmasmikin? Yo'q, qo'yaldim. Yo'q, bana tushib ketmasa kerak. Sekin o'tamiz bitta. Hop, bana tushib ketmadi. Endi sekin pul olamiz. Shunga biz stol olib kelamiz. Cho'tki stoldan keyin telefonimizni, nonlarni sekin o'tkazamiz. Hop ketdi bolalar. Kim qo'ydi antka? Kim qo'ydi? Bu qanaqa signalizatsiyami yo boshqa narsami? Yo, bu signalizatsiya. Nimaga signalizatsiya? Qishloqqa xatar kelyapti, nima bo'lyapti? Kim qo'ydi? Olinglar, matta olib tashinglar narsalaringni. Olib tashinglar. Bu devor juda g'alatiroq ko'rinyapti menga. Nima? Juda burti chiqib qolibdimi? Yo'q, bu boshqa narsa. Devorga o'xshamayapti. Demak, bu devor bas ichida nimadir bor. Buni. Signalizatsiya. Ay qulog'im. Bo'ldi o'zini tezroq yopish kerak. Bo'ldi yopib olgan. Signalizatsiya o'chdi. Ikkita cho'ta nimadir bor ekan bolalar. Ko'rdaringmi? Narvon. Olmosli narvon. Demak, tayda nimadir bor. Kimdir narsasini yashirmoqda. Kimdirdi bazasi cho'ta meni uyimda tayda nima qilyapti? Yo'q, bana oboktiz. Uni voy vatta. Voy dalim. Nimadir bo'lyapti bolalar. Albatta, bilingani ham yo'q. Matta xishorsa bilingani yo'q. O'sha turibdi. O'sha turibdi. Mana haqda qanday bo'lishi mumkin? Bilmadim, sekin kirib ko'ramizmikin? Qulog'im sekin kirganmikin? Kiramiz, ketib bekitib. Qulog'i tinchdi. What the heck, bro? Bu borgan sari qiziqtirib boryapti. Mana qaranglar. Pulli, pulli olmosli nima? Cho'ta kimda burgaga kirib qoldi. Nimaga meni uyimda qurish mumkin? Ana kirib ko'raylikchi. Demak, shu meni uyim, meni tayda qurilgan. Demak, bu meniki bo'lishi ham mumkin, balkim. Yo'q, bana pullami? Voydali. Narsalar uyi. Bana kamalakli narsalar, zo'ru bolalar. Buni bo'ldi, biz boyib ketamiz. Stollar mintasini olib tashlaymiz bolalar endi. Yo'q, yana signalizatsiya ishlayapti. Kim o'rnatgan? Kim qo'ygan bo'lishi mumkin shunda? Kimdir qo'yganda. Signalizatsiya cho'ta bu kimdirning ishi yoki men bilan hazillashyapti yoki menga tuzoq qo'yishgan ataylab shunaqa qilib. Hop, bana voy dali pullamin haqiqiy yo soxta pullar bo'lsa kerak. Nima Shirin aka tort? Effektlar ham berdi. Voy dali. Shunda bu meniki bo'ladimi shunda? Shuncha uyim tayda turibdi. Demak, meniki bat. Men maza qilishimiz boyib ketdik bolalar bizni. Cho'ta boyib ketdik-da. Bana yana tort yeyim kelyapti. Mazada o'zim chidab tura olmayapman. Juda shirin tort ekan. Bu rostdan haqiqiy pulmikan? Hop, haqiqiy pul ekan. Yo'q, bana haqiqiy pul. Yo'q, rostdan boyib ketdimmi? Hammasi oltindan. Bu eshik nimada qilyapti? Hali bankdagi eshiklardan birimi? Ochilmayapti-yu. Qanday ochaman? Ochilmayapti. Qattiq qolib shekilli. Qanaqadir qilichni ochsam-chi.
Yo'q, qilichdan o'xshamayapti. Demak, biz nima qilamiz? Bana qanaqa qog'oz? Qanday? Seyfni kalitimikan? Yo'q, bana seyf kaliti ekan. Yo'q, ochildi. Shunda katta eshik. Shuncha seyfni qanday qilyapti? Vatta. Nima bor ekan sanda? Yo'q, bana shuncha pulni qaranglar. Voy! Shuncha ko'p bo'lib, shuncha pul biznikimi endi? Vatta. Kim pulga endi? Hamma endi bizga. Stop. Kim qo'ygan ekan bu yerga? To'xtanglar, tushunmayapmanmi? Har bu tuzoq qo'shganmikan tashavvuray, yana qo'lga chiqib meni nimadir emas. Voy, g'alati seyf ekan. Mana seyflarga o'xshamayapti bolalar. Cho'ta bu jicha g'alatiroq seyf. Qanaqa seyf ekan? Qani? Paroli ham bor ekan. Qanaqa ekan paroli? Yo o'zimiz 13-deringga o'xshamayapti. 1 2 3 3 3 2 1. O'xshamadi. Bir kuch yo'q buni. O'sha yo'q bana. Bu qanaqa? Vatta. Bu kamalakli izmurud. Voy, men cho'ta boyib ketdim. Hop, qani bo'lmasam ketdik. Hop. Cho'ta signalizatsiya shatta ishladi. Demak, kimdir ichga kirgan yoki buzilib qolgan. Yo'q, ishlayapti. O'xshasa bo'lgan cho'ta buzilib qolgan sekili. Mayli, ketaveraylik. Tekshirib ko'rish kerak. Ketaveraylik. Bitta tekshirib ko'raveraylik ekan. Voy. Hop, nima qilay ekan? Nima qilay? Ichini tekshirishga ketib qo'yapman. Ama bitta tekshirib ko'raylik. Mana signalizatsiyani o'chiramiz. Bo'ldi, o'chirdi, sekin ochamiz-da, kiramiz. Maza qilyapman. Voy, Nima qilyapsan sen uyimda? Sani uyingmi bu? Ha, meni uyim, bu meni bankim, men shu yerda pullarimni saqlayapman. Yo'q, bu nimaga uyimni tayda qurdingsan? Nimaga qurasan? Haqqi yo'q. Boshqa joyda bo'lmadim-da. Bankka solitsam, bank juda opasniy. Bo'lmasam bank bo'lmaydi. Bank bo'lishi kerak, bat yaxshiroq. Chunki bank dunyosida bitta sani uying xavfsiz. Vatta nima? Nimaga sani uying? Chunki xavfsizligi nimaga desa, bu obunachilaring bor. Obunachilarning senga qiyin deyishsa, obunachilar talpa qorishadi. Shuning uchun. Xo'p, mayli. Nima qilamiz? Endi bizga qarorchi boshqa joyga olib ko'chirishim kerak. Chunki sen bilib qolyapsan. Boshqa kim bilmaslik kerak buni. Boshqa kim bilmaslik kerak, nima? Men topib oldim. Tezda qayerdan bilmaslik kerak deysan? Voy, daling, nima qilamiz? Qarorchi, endi sen uyimdan chiqib ketsan. O'zsan kimsan? Men hop, eng boy igrokman, eslading? Boy igrok. Bana boy aka. Bana vertolyot. Bu qaysi vertolyot? Bu mana videoyindagi vertolyot. Bana shu vertolyotmi? Kemachidagi vertolyotmi? Shumi? Ha, bu o'sha. Demak, xo'p, buni boshqa joyga bekitish kerak. Qayerga ketamiz? Men bilmayman, men topolmayapman. Sen bilasanmi? Yo'q. Qanday qayerga ketamiz? Bu yerda hamma bilib qolyapti. Kompot. Bilmadim. Cho'ta boshqa joyga bekitish kerak. Topish kerak. Kompot o'ylasan, kalla xo'ri. O'yla, topdimmi? Ba'zi ko'rsataman. Все, я вроде загрузил. Kompot chakka bekitsa bo'larmikin? Молодец, kompot, sen geniysan. Молодец, kompot. To'g'ri. Endi buni bekitib qo'yish kerak. Hammasi bekildi. Hoppani. Endi hech kim bilmaydi. Grifer ham bilmaydi, Chitter ham bilmaydi, hech kim bilmaydi. Men bilan sen va obunachilarimiz biladi, xolos. To'g'ri, endi bizga qarorchi kattakon rahmat. Endi lekin bedrockni yopib qo'yishimiz kerak biz. To'g'ri. Qanday yapamiz? Bedrockni qanday sindiramiz? Mana bu kirga bor-ku. Yo'q, bana
Молодец, katta rahmat Kompos. Men senga ishonardim. Bedrocklik kirkani berding menga. Молодец. Endi nima qilamiz? Tezroq bekitib ketaveramiz, bo'ldi, bo'ptimi. Короче, men ketdim. O'zing bekitib olarsan. Bo'ldi, men shunaqa uy topoldim. Bu boyagi anaqa suv chiqdi balki. Pashti bank. Endi короче shakka bekitib qo'ydik. Bu boyagamiz kattaga rahmat deyapti, obunachilarimizga kattaga rahmat deyapti. Obuna bo'lmasizlar, like bosib qo'ying. Короче, bo'pti, xullas like bosing.